Bugundan qizlar Busy Skin brendidan Pore Zero tonerini ishlatishni boshlamoqchiman o'zim. Mana hozir hammasini ichini ochib ko'rsataman. Vegan tarkibli qizlar. Bilasizlar, bu toner juda ham yaxshi effektli bo'lgan tonerlardan. Shu muammoli poralar yuzlarga juda ham yaxshi effekti beradigan toner qizlar. Mana ko'rinishi ham chiroyli, oddiygina, o'ziga yarasha stilli. Mana kislotli tonerlarni shu haftada 3 martagacha ishlatsa bo'ladi. Yog'li qizlarimiz ham har kuni ishlatsa bo'lmaydi. Mana sroklari ham yangi, Koreya kosmetikasi original. Buni ichida strukturasi hammasi yozilgan ekan. Endi ichini ko'rsatmayapman. Mana ko'rinishi shunaqa chiroyli. Buni hidlab ham ko'rdim. Hidi yo'q.